Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ideal ixtirochi obunachi, ideal ixtirochi kanalimizning obunachilari. Mana bitta molga mo'ljallangan resept tayyorlab berganmiz zakaz asosida. Shuni va obzor qilib beramiz. Reseptimiz mana bir moslik. Razmeriga keladigan bo'lsak 2,5 ga 1,73 bo'ldi. İşlab turibman. Mana lasitli balonlarda resorlarimiz juda baquvvat, traktor telechkasini resoridan bo'lgan. Resep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Murojaat uchun mana telefonlar 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana mollari bosh qismi chiqib turish uchun alohida profillar ham qo'yib berganmiz. Mana usi bilan 280 bo'lyapti-da buni uzunligi. Hozir resepti ichkarisining uzunligi 2,5 bo'lyapti. Kimga bir moslik, 2 moslik reseptlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib, layklari bosib, resept oluvchilarga tarqatib qo'yamiz. Kimdan kim bir moslik, 2 moslik reseptlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz ham bor. Bu qalinliklardan qilingan. Mana orqa qismlari o'zi hozir ochiladigan, o'zi chorva mollari bemalol yurib chiqadi. Mana obunachilarimiz o'zi chorva mollari bemalol o'zi yurib chiqadigan qilib eshigini pastga ochiladigan qilganmiz. Maxsus mana moslarimiz mana unaqa qalin burovoy turbadan qilinadi mana. Qalinligiga e'tibor beramiz. 5-6 stenkada qalin mosni shunaqa baquvvat turbalardan, burovoy turbalardan qilyapmiz. Obunachilar mana hadovoy qismiga e'tibor beramiz. Strumenkalar juda baquvvat qilib burovoy turbalardan qilingan. Kimga bir moslik, 2 moslik reseptlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Reseptlarimizning mana tayyorlari ham bor. 1 moslik, 2 moslik. Qarshida Osiyo bozori, mashina bozori yonida. Aka, resept ma'qul bo'ldimi? Resept ma'qul bo'ldi. Reseptga gap yo'q, ustolarga gap yo'q. Aha. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Yaxshi. Qashqadaryoning qaysi tumanidansiz? Mirishkor tomoni. Mirishkor tomonidan. Ma'qul bo'ldimi resept? Resept juda ma'qul. Mana hujjatlaringiz aka. Aytgandan ham ziyod bo'ldi resept. Mayli, katta rahmat, salomat bo'ling. Sizlarga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Mana hujjatlaringiz, hujjatlarni ham qo'yib berdik. Mana 1 soat ichida hujjatlarim tayyor bo'ladi. Kimga 1 moslik, 2 moslik reseptlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun yana bir eslatib o'tamiz. 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 1 moslik, 2 moslik reseptlarimiz tayyorlari ham bor, tayyorlab ham beraveramiz zakaz asosida. Mana 1 moslik reseptlarimiz tayyorlari ham bor. 2 mosliklar reseptlarimiz ham tayyorlari bor. Kimga 1 moslik, 2 moslik reseptlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Resept ishlab chiqarish manzilimiz yana bir eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri, Osiyo mashina Osiyo bozori yonida, Zapchas bozori yonida, Qarshida shaharda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Resept oluvchilarga jo'natib qo'yamiz.